aka xudo xolasa mana shu simichka sotsam, aka sizlarning ko'zlaring o'ngmi? Mana shu simichka pulini qadrdonlar realni aka, mana shu ehson qilib ketamiz qiynalgan oilalar. Kreditni bo'yinga ildirolmayman, xo'ja. Yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarda simichka sotib mashhurlikka erishgan Bekzod aka bugun Namangandalar aka. Nima qilib yuribsiz Namanganda shunaqa? Qarzim bor edi Qashqadaryoda. Shuncha qochib yuribman. Namangandan qarzingizni uzib chiqib ketasiz. Yo'q, akajon xudo xolasa mana bu simichka sotishdan maqsad aka, o'zimizni taniydigan insonlar ko'p ekan-da, shuni his qilib keldim men. Lekin taniydiganlar haqiqatan juda ko'p ekan. Namanganda ertalab video qo'ygan ekan. Aka xudo xolasa mana shu simichka sotsam, aka sizlarning ko'zlaring o'ngmi? Mana shu simichka pulini qadrdonlar realni aka, mana shu ehson qilib ketamiz qiynalgan oilalar. Yo'q, serios aka, rost o'zimiz tonillaymi xursand bo'lamiz aka. 1000 kilometrdan aka o'sha yerga sotsam bo'ladi. Rost his qildim-da, o'sha yerdan taniydiganlar kuzatuvchilar ko'p ekanda, birinchi Namanganga boraman dedim aka. Joningiz omon Ha? Shunday, yashang. Siz to'g'ri yo'lga ekansiz, ukajon. Normalniy his qilyapsiz, ukajon. Ukajon bizlar 5 minglik ukajon, bizlar dabaqalar, qo'shandalar, to'yonalar, bonuslar, xudo xola, xudo moma, pochalarga beramiz. Akani taniydiganlar videoga like bosib, yaqinlarga yuborib qo'ying. Obuna bo'lib, ogoh bo'linglar.